Assalomu alaykum, xormayli yaxshimisizlar? Xudo xolisa bu videoda sizlarga ManyChatda qanaqa qilib to'g'ri voronka tuzishni o'rgataman. ManyChatda bu voronkani bilmaydiganlarga boshida qisqacha tushuntirib o'tib ketay. Xullas, sizga bir marta bo'lsa umringiz davomida Reels'dan chiqqan bo'lishi kerak. Shuni Reels titkilab o'tirsangiz, masalan chiqadida, nimadirga qiziqtiradi, o'sha olmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada bir raqamni yozing deydi. Misol uchun, yo plus qoldiring deydi. Plus qoldirib yo bir yozsangiz, sizga direktdan sirazi xabar keladi, bilasizmi? O'shani mana shu chatbot orqali qiladi, ya'ni ManyChat orqali biz shuni qilib beramiz. Xudo xolisa bu videoda buni qanaqa qilishni sizga xudo xolisa qo'limizdan kelgancha o'rgatamiz. Xo'p, endi ko'rayotganinglarda o'sha bu ManyChat anaqasi, dashbordi. Siz bemalol ManyChatga kirib, Facebook orqali yoki pochta orqali kirib bemalol registratsiya qilasiz, Instagramingizni ulaysiz. U juda ham oson, elementarniy narsalar va uni qilganingizdan keyin karta ulaysiz, bir hafta tekin bo'ladi. Bir hafta yoki 14 kun tekin bo'ladi. Undan keyin pul to'lasangiz bo'ladi har obunachilar soniga. Ya'ni masalan, aytaylik siz kommentariyada kimdir yozdi, unga chatbot ishladi, to'g'rimi? Bitta bo'ladi. Xuddi shunaqa obunachilardan ko'payib ketavergan sari siz ManyChatga to'laydigan summangiz ham ortib boradi. Bu bir oy uchun. Endi ko'rayotganinglarda mana automatization degan joy bor. Xo'p, xullas o'sha joyga kirasizlar, kirganinglardan keyin xuddi shunaqa voronka qilishinglar kerak bo'ladi. Endi bu yerda men sizlarga qisqacha bitta yaqinlashtirib tushuntiraman. Xo'p, bu yerda 4 ta punkt orqali ishlaydi. Men shunaqa yasaganman bu voronkani. Ya'ni mana shu voronkaga tushishi uchun u kommentariyada bizni ekspert yozgan tushuntiring. Bizning ekspertimiz rus tili ekspert, ya'ni shu rus tilini odamlarga o'rgatadi va biz ularga nima berishni va'da qilganmiz? Rus tilida 100 ta iboralar faylini berishni va'da qilganmiz va shu orqali bu chatbot ishlaydi. Reels olingan, o'sha Reelsda mana shunaqa iboralar bor, sizga mana bunaqa yordam beradi deb o'sha nima deydi, fayl sotilgan degani o'sha faylga qiziqtirilgan va kommentariyada 100 yozsangiz biz sizga mana shu faylni beramiz deyilgan. Odamlar 100 yozadi. Qachonki odamlar kommentariyada 100 yozilsa mana shu voronka ishlaydi. Storiesdan reply qilib yozilsa mana shu voronka ishlaydi. Masalan, siz storiesdan anaqa qilishingiz mumkin. Storiesdan kirib progrevlar qilib auditoriyani o'sha yerdan tortishingiz ham mumkin. Direktga odamlar kirib 100 yozsa ham mana shu xabar voronka ishlab ketadi. Live'da, ya'ni o'sha promo efir qilingan vaqtida 100 yozganlarga mana shu ishlaydi. Masalan, siz live'da o'tiribsizda, mana shunaqa iboralar deb so'rab qolsa, mana iboram bor, oling, 100 raqamini kommentariyga yozib oling, sizga direktdan xabar boradi desangiz, bemalol xuddi shunaqa bu voronka ishlayveradi. Mana shu harakatlarni kim bajarsa, birinchi bizning postimiz direkt orqali unga ketadi. Full name, uni polniy ism familiyasi bilan boradi, agar shu ism familiyasini kiritgan bo'lsa. Bu yerda o'sha faylni nima yordam berishi unga shu yoritilgan, bemalol pauza qilib o'qib olsanglar bo'ladi. To'g'ri, agar mana shu narsani olmoqchi bo'lsang, menga obuna bo'lishing kerak. Menga obuna bo'lgan, keyin men senga mana shu narsani beraman deydi. Bu uchun pastki tugmani bos, obunani tekshirish deydi. Ko'rayotganinglarda mana shu tugmani bosadi odam. Bosgandan keyin ketdi, mana bu xabar unga boradi orqasidan. Obunani tekshiryapman, biroz kuting deydi va bundan keyin obuna tekshirishni boshlaydi. Bu 1 sekund ichida bo'ladi. Obunani tekshiradi. Agar obuna bo'lgan bo'lsa, ketdi, mana bu post boradi. Menga obuna bo'lganingiz uchun rahmat. Mana shu sizga o'sha 100 ta iborani pastki tugmani bosib olishingiz mumkin deydi. O'sha Telegram kanaliga tashab qo'yiladi. O'sha tugmaga Telegram kanalida link qo'yiladi. Ko'rayotganinglarda mana o'sha Telegram kanal linki qo'yilgan, o'sha yerga bosib oladi bemalol. Undan tashqari agar obuna bo'lmagan bo'lsa, unga mana shu rasm bilan mana shu tekst ketadi. Mana shu tekstda masalan rasm aytadi, tekstda afsuski siz menga obuna bo'lmagan ekansiz, men sizga bera olmayman. Berishim uchun menga obuna bo'linglar, kelib obuna bo'ldim degan tugmani bosing, men tekshirib sizga beraman degan xabar yoziladi. Bu yerda ham pauza o'qib olsanglar bo'ladi va odam profilga o'tib obuna bo'lib kelib, keyin men obuna bo'lish degan tugmani bossa, yana ishlaydi bu. Obunani tekshiryapman, biroz kuting deydi. Keyin tekshiradi, obuna bo'lgan bo'lsa beraveradi. Obuna bo'lmagan bo'lsa, yana shu yerda aylantiraveradi bu. Obuna bo'lmagan bo'lsa, endi obuna bo'lmadimi, u odamni biz yo'qotishimiz mumkin katta ehtimol bilan. Qattan bilamiz, balki qachondir kursimizni sotib olish mumkin, xizmatimizni sotib olish mumkin. Shunaqa vaziyatlarda ularni yo'qotmaslik uchun men mana shu post borgandan keyin bitta tekshirib qo'y deyman. Tekshiradi, obuna bo'lmagan bo'lsa, bo'ldi. Agar obuna bo'lgan bo'lsa-da, masalan, obuna bo'lgan bo'lib, masalan, men bitta
obuna bo'lib kelib mana buni bosmagan bo'lsa, mana bu yerda qolib ketgan bo'lsa, yana mana bu narsalar berib yurmasin deb obunasini tekshiradi. 3 soat o'tadi. 3 soat o'tgandan keyin siz menga obuna bo'lmadingiz, lekin siz rus tilini o'rganishga ishtiyoqingiz bor, qiziqasiz deb o'yladim, chunki bu yerdasiz. Men shuning uchun sizga berishga qaror qildim. Mana shu narsani oling, agar foydali bo'lsa, kelib obuna bo'lib qo'yasiz deb yozilganda, tugmani berib, o'sha boya aytganimdek, o'sha bizga Telegram kanalda o'sha bizga va'da qilingan fayl turgan kanal berilgan. Xullas, umumiy varonka shu, ko'rayotganinglardek. Mana shu ishlarni bajarib, bemalol xudo xolasa sizlar saytga yoki qayergadir trafik jo'natish kerak bo'lsa, arzonga juda ham ko'p trafik jalb qilsanglar bo'ladi, organik orqali, balki bepulga. Arzonga dedim, nimaga? Baribir o'sha nima deydi, reels olishinglar kerak, syomka va boshqa montaj rasxodlar bo'ladi. Shuning uchun o'sha narsani nazarda tutdim. Endi sizlar organik orqali o'sha reelslar qo'yib Telegram kanaliga bemalol juda ham katta trafik jalb qilsanglar bo'ladi. Men o'zim bilganim, shaxsan bitta ekspertimiz, ular o'zlari qilganlar, xuddi shunaqa qilib, adashmasam 20 mingtadan 77 mingtagacha xuddi shu yo'l bilan podpisчик yig'ganlar Telegram kanalda. 20 mingtadan 57 mingtagacha. Tasavvur qilyapsizlarmi? 57 mingta odam shu yerga yig'gan. Bilmayman u uchun nechta pul ketgan. Targetda bu uchun o'rtacha bilmayman $10,000 atrofida ketsa kerak, bir 7-8 mingmi. Xullas shunaqa. Shuning uchun bu juda ham zo'r varonka. Hozirroq borib Prextiler bo'lsa, Prextilerda foydalaninglar. O'ylaymanki, sizlarga juda ham foydali bo'ladi. Yaxshi kunda, yaxshi yilda ko'rishaylik, charchamanglar.